Bugun men juda muhim masalani aniq raqamlari bilan tushuntirib beraman. 2020 yildan 2024 yilgacha pensiyalar indeksatsiya natijasida aslida qanchaga oshdi? Kimning pensiyasiga qancha qo'shildi? Minimal pensiya necha so'mdan necha so'mga chiqdi? Va odamlar ko'p adashadigan nozik joylar qayerda? Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, yaqinlariga, kelajakda pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Chunki bugun raqamlarni tushunmagan odam ertaga o'z haqqini to'liq talab qila olmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Men avvalo eng muhim narsani sodda qilib aytaman. Pensiya indeksatsiyasi degani pensiya miqdorini davlat tomonidan oshirish. Ya'ni inflyatsiya, narx-navoning ko'tarilishi yashash xarajatlarining o'rtacha hisobga olinib, pensiya va nafaqalarni ma'lum foizga ko'paytirishdir. Odamlar ko'pincha pensiyam oshdi deganda faqat qo'lga tegadigan pul ko'payganini ko'radi. Lekin men ekspert sifatida bu yerda ikkita narsani ajratib ko'rsataman. Nominal oshish va real oshish. Nominal oshish bu qog'ozdagi raqam. Masalan, pensiya 20 ming so'mdan 20 ming so'mga oshsa, nominal oshish 100 ming so'm yoki 10% bo'ladi. Real oshish esa shu pulga bozorda oldingidan ko'proq narsa olish mumkinmi yoki yo'qmi degan savolga bog'liq. Agar pensiya 10% oshsa, lekin oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar 25% qimmatlashsa, odam o'zini bo'yib qolgandek his qilmaydi. Shuning uchun bugun men sizga ikkala tomonni ham tushuntiraman. Rasmiy indeksatsiya bo'yicha pensiya qanchaga oshganini ham, hayotdagi sezilishi qanday bo'lganini ham. 2020-2024 yillar oralig'ida pensiya bir necha marta indeksatsiya qilindi. Asosiy bosqichlarni eslab olaylik. 2020 yilda pensiya va nafaqalar taxminan 20% ga oshirildi. 2020 yilda yana 20% lik oshirish bo'ldi. 2022 yilda 22% lik indeksatsiya amalga oshirildi. 2023 yilda 2 marta oshirish kuzatildi. Avval 7%, keyin yana 7%. 2024 yilda esa pensiya va nafaqalar 15% ga oshirildi. Mana shu foizlar oddiy ko'ringani bilan ularni ketma-ket qo'llaganda pensiyaning umumiy o'sishi ancha katta raqam beradi. Masalan, 2020 yil boshida kimdir 1000 ming so'm pensiya olgan bo'lsa, faqat shu indeksatsiyalar ketma-ket qo'llanganda 2024 yil oxiriga kelib uning pensiyasi taxminan 1700 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin edi. Ya'ni 20 million so'mlik pensiya 4 yil ichida qariyb 7 ming so'mga ko'paygan. Bu oddiy emla hisobining ilik yetib deb qo'shib yuboriladigan hisob emas. Chunki har bir keyingi oshirish avvalgi oshirilgan summaning ustiga qo'llanadi. Shuning uchun men har doim aytaman, indeksatsiyani tushunish uchun foizni emas, real so'mni hisoblash kerak. Endi keling. Aniq yillar kesimida ko'ramiz. 2020 yilda minimal yoshga doir pensiya taxminan 113 ming so'm atrofida bo'lgan. 2020 yildagi indeksatsiyadan keyin bu miqdor 165 ming so'm atrofida shakllandi. 2022 yil may oyidan keyin minimal yoshga doir pensiya 613 ming so'mga yaqinlashdi. 2023 yil aprel oyidagi 7% lik oshirishdan so'ng bu summa 607 ming so'm atrofida bo'ldi. 2023 yil dekabr oyidagi navbatdagi 7% lik oshirishdan keyin minimal pensiya 725 ming so'mga yaqinlashdi. 2024 yil sentabr oyidagi 5% lik oshirishdan keyin esa minimal yoshga doir pensiya taxminan 834 ming so'm darajasiga chiqdi. Demak, agar faqat minimal pensiyani olsak, 2020 yildagi 13 ming so'm atrofidagi miqdor 2024 yilda 834 ming so'm atrofidagi miqdorga chiqdi. Farq qariyb 320 ming so'm. Foizda olganda bu taxminan 6-2% dan ortiq o'sish degani. Lekin bu minimal pensiya bo'yicha. Agar odamning pensiyasi minimaldan yuqori bo'lsa, uning o'sishi ham boshqa ko'rinishda bo'ladi. Chunki har bir indeksatsiya mavjud pensiya summasiga nisbatan qo'llanadi. Endi birinchi real misolni olaylik. Deylik, 2020 yilda bir otaxon Taqimov ming so'm pensiya olgan. 2020 yildagi 10% lik indeksatsiyadan keyin pensiya aqib ming so'm bo'ladi. 2021 yilda yana 10% oshsa, Ko'kuz Olim Takil ming so'm bo'ladi. 2022 yilda 2% oshirilsa, ilm haqida 1600 so'mga chiqadi. 2023 yildagi birinchi 7% lik oshirishdan keyin 1600 ming so'm bo'ladi. 2023 yildagi ikkinchi 7% lik oshirishdan keyin
22'den 22,5 so'mga yetadi. 2024 yildagi 2% oshirishdan keyin esa 20-27 ko'rinuvchi so'm atrofida bo'ladi. Demak, 800 ming so'm pensiya 2024 yilga kelib 1,47 million so'mga yaqinlashadi. Farq 627 ming so'm. Bu raqam odam uchun sezilarli, lekin shu davrda bozor narxlari ham anchagina oshganini unutmaslik kerak. Ikkinchi misol, 2020 yilda 1,200 ming so'm pensiya olgan ayolni olaylik. 10% oshsa 1,321 ming so'm bo'ladi. Keyingi 10%dan keyin 1,422 ming so'm. 2%dan keyin 1,626,204 ming so'm. 2023 yildagi 7%dan keyin 1,704,707 so'm. Yana 7%dan keyin 1,560,200 so'm. 2024 yildagi 25%dan keyin 2,564 so'm. Demak, 1,200 ming so'mlik pensiya taxminan 2,5 ming so'mga chiqadi. Farq 9,1 ming so'mdan ortiq. Uchinchi misol. 2020 yilda 2,000 ming so'm pensiya olgan sobiq o'qituvchi yoki davlat tashkilotida uzoq ishlagan fuqaro bor deylik. Indeksatsiya ketma-ket qo'llanganda 2024 yilga kelib, uning pensiyasi taxminan 3,568 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu yerda farq 1,568 ming so'm. Ko'rib turganingizdek, boshlang'ich pensiya qancha katta bo'lsa, foiz asosida qo'shiladigan so'm ham shuncha katta bo'ladi. Shuning uchun bir odam menga 300 ming qo'shildi, boshqasi menga 700 ming qo'shildi deyish tabiiy. Bu adolatsizlik emas, bu foizli indeksatsiya mexanizmining natijasi. Kimlar albatta e'tibor berish kerak? Birinchidan minimal pensiya oluvchilar. Chunki minimal miqdorlar alohida belgilanadi va ba'zan indeksatsiyadan tashqari minimal kafolatlar ham o'zgaradi. Ikkinchidan ish staji to'liq bo'lmagan pensionerlar. Bunday odamlarda pensiya hisob kitobi boshqa bo'lishi mumkin. Ustamalar va qo'shimchalar ham alohida tartibda qo'llanadi. Uchinchidan nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Chunki bu toifalarda yoshga doir pensiyaga o'xshash umumiy indeksatsiya bo'lsa-da, minimal kafolatlar, nafaqa turlari va ustamalar turlicha bo'lishi mumkin. Kimlar vahima qilmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz har bir indeksatsiyadan keyin avtomatik oshirilgan bo'lsa, kartangizga tushadigan pulda o'zgarish ko'ringan bo'lsa, pensiya bo'limiga har safar borib ariza yozishingiz shart emas. Odatda umumiy indeksatsiya avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni davlat qarori chiqqach, pensiya jamg'armasi tizimida qayta hisoblash qilinadi va yangi miqdor keyingi to'lovlardan boshlab beriladi. Lekin agar sizda hisob kitobda xatolik bor deb o'ylasangiz, masalan qo'shilgan summa juda kam bo'lsa, oldingi pensiyangizga nisbatan foiz to'g'ri chiqmasa yoki biror ustama yo'q bo'lib qolsa, bu holatda tekshirtirish kerak. Men ko'p uchratadigan hayotiy vaziyat bor. Bir pensioner aytadi: "Hammaga 15% oshdi deyishdi, lekin menga 15% dek ko'rinmadi." Buning sababi ba'zan shunda bo'ladiki, odam kartaga tushgan yakuniy summani solishtiradi, lekin oldin undan kredit ushlab qolingan bo'lishi, aliment, qarzdorlik, kommunal yoki boshqa avtomatik yechimlar bo'lishi mumkin. Yoki oy o'rtasida indeksatsiya kuchga kirgan bo'lsa, birinchi oyda to'liq oy uchun emas, faqat tegishli davr uchun farq berilishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya oshganini tekshirishda kartaga tushgan pulga emas, avvalo pensiyaning hisoblangan miqdoriga qarang. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Indeksatsiya hamma pensiyani bir xil so'mga oshirmaydi. Televizorda yoki yangiliklarda pensiya 25% ga oshirildi deyilsa, ayrimlar hamma pensionerga bir xil ming so'm qo'shiladi deb o'ylaydi. Yo'q. 15% degani har kimning o'z pensiyasidan 15% hisoblanadi. 200 ming so'mdan 15% 1,5 ming so'm bo'ladi. 2 million so'mdan 15% 300 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun turli odamlarning oshishi har xil bo'ladi. Ikkinchi noziklik, minimal pensiya bilan haqiqiy hisoblangan pensiya bir xil tushuncha emas. Ba'zi odamning ish staji, ish haqi, hujjatlari bo'yicha hisoblangan pensiyasi minimaldan kam chiqishi mumkin. Bunday holatda davlat minimal darajaga yetkazib qo'yadi. Keyingi indeksatsiyada ham odam o'z pensiyasi qanchaga hisoblanganini va minimal kafolat qanchaligini farqlash kerak. Ba'zan pensioner mening pensiyam foiz bo'yicha ko'proq oshishi kerak edi deydi. Lekin aslida uning pensiyasi minimal kafolat orqali to'ldirib berilayotgan bo'ladi. Uchinchi noziklik, ish staji va arxiv hujjatlari. Pensiyaning asosiy summasi faqat indeksatsiyaga bog'liq emas. Agar odamning
1990 yillar, 2000 yillar boshidagi ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri olingan bo'lsa yoki orqadan kerakli ma'lumotlar kelmagan bo'lsa, boshlang'ich pensiya past hisoblangan bo'lishi mumkin. Keyin indeksatsiya shu past summaning ustiga qo'llanadi. Natijada odam 4 yil davomida oshirilgan pensiya oladi. Lekin bazasi noto'g'ri bo'lgani uchun baribir kam oladi. Shuning uchun pensiya masalasida eng katta pul ko'pincha indeksatsiyada emas, boshlang'ich hisob-kitobni to'g'ri tekshirtirishda bo'ladi. 4-noziklik, ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi davrlarda ishlayotgan pensionerlarga pensiya to'lash tartibi, ushlab qolishlar yoki to'liq to'lash masalalari o'zgargan. Hozir ko'p hollarda pensioner ishlasa ham pensiyasini olish huquqiga ega, lekin odamning ish joyi, daromadi, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlari tizimda to'g'ri aks etishi muhim. Agar pensioner ishlayotgan bo'lsa, keyinchalik qo'shimcha staj yoki ish haqi hisobga olinishi masalasi bo'yicha alohida murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. 5-noziklik, nafaqa bilan pensiyani aralashtirib yubormaslik. Pensiya odatda ish staji va badallar asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ayrim hollarda staj yetarli bo'lmaganda yoki ijtimoiy himoya sifatida beriladi. Ularning miqdori indeksatsiyasi va minimal kafolatlari farq qilishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya oluvchi bilan yoshga doir nafaqa oluvchi bir xil miqdor kutmasligi kerak. Shuning uchun hujjatlarda sizga pensiya tayinlanganmi yoki nafaqa tayinlanganmi? Buni aniq bilish kerak. 6-noziklik, 2020-2024 yillardagi oshishlarni oddiy qo'shib hisoblamaslik. Ko'pchilik 7,7,5 ni qo'shib 6,1% deb aytadi. Lekin ketma-ket indeksatsiya aslida murakkab foizga o'xshaydi. Har safar yangi oshirilgan summa ustiga yana foiz qo'shiladi. Shuning uchun 2020 yildagi 1 million so'm 2024 yilga kelib taxminan 1 million 78 ming so'mga chiqishi mumkin. Bu 78% atrofidagi nominal o'sish degani. Lekin real hayotda bu 78%lik farovonlik o'sishi degani emas. Chunki inflyatsiya ham bor. 7-noziklik, dori-darmon va oziq-ovqat xarajatlari pensionerlar uchun umumiy inflyatsiyadan ham og'irroq seziladi. Oddiy statistik inflyatsiya savatchasida turli mahsulot va xizmatlar bor. Lekin pensionerning xarajat savatchasi boshqacha. Non, un, yog', go'sht, sut, dori, analiz, shifokor, kommunal to'lov. Agar aynan shu xarajatlar tez qimmatlashsa, pensiya oshgani bilan odam baribir yetmayapti deb his qiladi. Bu his noto'g'ri emas. Shuning uchun men real o'sishni baholaganda faqat umumiy foizga emas, pensionerning kundalik xarajatlariga qarayman. Endi eng muhim amaliy qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensiya olsa, birinchi qadam oxirgi 4 yil bo'yicha pensiya miqdorini yozib chiqing. 2020 yilda qancha olgan, 2021 yilda qancha bo'lgan, 2022 yilda qancha, 2023 yil aprel va dekabrdan keyin qancha, 2024 yildan keyin qancha bo'lganini alohida yozing. Agar eski SMS xabarlar, bank ilovasi tarixi yoki pensiya daftarchasi bo'lsa, shulardan foydalaning. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limidan hisoblangan pensiya miqdori haqida ma'lumot so'rang. Siz kartaga qancha tushdi deb emas, menga hisoblangan pensiya miqdori, ustamalar, qo'shimchalar va ushlab qolishlar bo'yicha yozma ma'lumot kerak deb murojaat qiling. Chunki kartaga tushgan pul yakuniy summa bo'lishi mumkin, lekin unda ushlab qolishlar bo'lsa, siz indeksatsiyani noto'g'ri baholaysiz. Uchinchi qadam, mehnat daftarchasi va ish stajini tekshiring. Ayniqsa Sovet davrida ishlaganlar kolxoz, sovxoz, zavod, maktab, bog'cha, kasalxona, qurilish tashkilotlarida ishlaganlar arxiv hujjatlarini tekshirtirish kerak. Ko'pincha bitta ish yili kiritilmay qoladi. Ayrim oylardagi ish haqi ko'rsatilmaydi yoki tashkilot nomi o'zgargani sababli ma'lumot topilmaydi. Har bir yil pensiya hisobida ahamiyatli bo'lishi mumkin. 4-qadam, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Sizga mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, star yoki JSHR ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalari, agar bo'lsa, harbiy xizmat, o'qish, dekret ta'tili, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayollar bola parvarishi davrlarini hisobga kiritish masalasini tekshirtirmoqchi bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari ham kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, murojaatni og'zaki emas, yozma qiling. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga borganingizda shunchaki tekshirib bering deb ketmang. Ariza yozing. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyam 2024 yillardagi
indeksatsiyalar bo'yicha to'g'ri qayta hisoblanganligini, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinganligini tekshirib berishingizni so'rayman. Hisob kitob natijasini yozma shaklida taqdim etishingizni so'rayman. Mana shunday yozma murojaat keyinchalik javob talab qilish uchun asos bo'ladi. 6-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi idoraga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, undan keyin pensiya jamg'armasining markaziy organlari yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Hozir ko'plab masalalar nimaga? Govuz orqali ham yuborish mumkin. Muhimi, murojaatda his tuyg'u emas, aniq savol bo'lsin. Qaysi davr stajga kiritilgan, qaysi davr kiritilmagan? Pensiya qaysi ish haqi asosida hisoblangan? Indeksatsiya qaysi sanadan qo'llangan? 7-qadam. Bank tushumlarini alohida tekshiring. Ba'zan muammo pensiya jamg'armasida emas, bank kartasiga tushum ushlab qolish, kredit yoki majburiy undirishlarda bo'lishi mumkin. Agar pensiya hisoblangan summa bilan kartaga tushgan summa farq qilsa, bankdan ham ko'chirma oling. Ko'chirmada qachon qancha pul tushgani, qachon qancha yechilgani ko'rinadi. Bu ayniqsa plastik kartani farzandlar ishlatadigan pensionerlar uchun muhim. Ota-onangizning pensiyasi qayerga ketayotganini aniq bilish kerak. 8-qadam. Har bir indeksatsiyadan keyin oddiy hisob qiling. Masalan, siz 2024 yilgacha 1.500 ming so'm pensiya olgan bo'lsangiz, 25%lik oshirishdan keyin taxminan 1.725 ming so'm bo'lishi kerak. Agar juda katta farq bo'lsa, sababini so'rang. Lekin birinchi oyda to'lov sanasi. Oy o'rtasidan kuchga kirish, oldingi qarzdorlik yoki ushlab qolishlar bo'lishi mumkinligini ham hisobga oling. Endi real xulosa qilamiz. 2020-2024 yillar oralig'ida pensiyalar nominal jihatdan sezilarli oshdi. Minimal yoshga doir pensiya 13 ming so'm atrofidan 534 ming so'm atrofidagi darajaga chiqdi. 1 million so'mlik pensiya indeksatsiyalar ketma-ketligi bilan taxminan 1 million 760 ming so'm darajasiga yetishi mumkin edi. 1 million 200 ming so'mlik pensiya 2 million ming so'mdan oshishi, 2 million so'mlik pensiya esa 3 million 260 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin real hayotda bu o'sishning qanchalik foyda bergani odamning xarajatlariga, dori-darmoniga, kommunal to'loviga, oilaviy yordamiga va narxlarning o'sishiga bog'liq. Men tomoshabinlarga shuni alohida ta'kidlayman. Pensiyam kam degan savolga javob faqat indeksatsiya kam bo'ldi degani emas. Ba'zan muammo ish stajida, ba'zan arxiv hujjatlarida, ba'zan noto'g'ri hisoblangan ish haqida, ba'zan ushlab qolishlarda. Ba'zan esa minimal kafolat va haqiqiy pensiya hisob-kitobini aralashtirib yuborishda bo'ladi. Shuning uchun har bir pensioner o'z pensiyasining qanday shakllanganini bilishi kerak. Bu uyat emas, bu sizning qonuniy huquqingiz. Bugun men sizga 2002-2024 yillardagi pensiya indeksatsiyasining real summalarini, foizlar qanday ishlashini, minimal pensiya qanday o'sganini va nima uchun har bir pensionerda o'sish har xil bo'lishini tushuntirdim. Eng muhim maslahat: pensiyangizni faqat kartaga tushgan pul bo'yicha emas, hisob-kitob hujjatlari bo'yicha tekshiring. Ish stajingiz, arxiv ma'lumotlaringiz va ustamalaringiz to'liq kiritilganiga ishonch hosil qiling. Agar sizningcha pensiyalar oshgani hayotdagi xarajatlarni qoplashga yetyaptimi yoki yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozing. O'zingiz yoki ota-onangiz pensiyasi 2020 yildan 2024 yilgacha qanchaga oshganini ham yozib qoldiring. Boshqalar uchun foydali taqqoslash bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida birgina to'g'ri ma'lumot ham odamga har oy qo'shimcha pul olib kelishi mumkin.